ilmga amal qilish. Alloh taoloning kalomi bo'lmish Qur'oni Karimni diliga jo qilganlar oddiy musulmonlardan ma'naviyatining yuksakligi bilan ajralib turishi lozim. Qori, shakl shamoyili va fe'l-atvori yuqori saviyada bo'lishi, viqorli, og'ir, sabr bardoshli bo'lishi lozim. Qur'oni Karim buyruqlariga amal qilib, unda taqiqlangan ishlardan o'zini uzoq olib yurishi zarur. Ilm o'rganayotgan, xususan Qur'oni Karimni yod olayotganlar ta'lim bilan bir qatorda tahsil olgan bilimlariga amal qilib borishlari zarur. Imom Muhammad Dorimiyning musnadida Ali ibn Abu Tolib karramallohu vajhahning ushbu so'zlari rivoyat qilinadi. Ey ilm egalari, ilmga amal qilinglar, chunki olim kishi bilganiga amal qilgan va ilmi amaliga muvofiq kelgan kishidir. Tez orada shunday qavmlar keladiki, ilmni egallaydilar-u, lekin bilimlari halqumlaridan o'tmaydi. Qilayotgan ishlari, aytayotgan ilmlariga, qalblari zohirlariga teskari bo'ladi. Majlislarda bir-birlariga maqtanib o'tiradilar. Ular shunday insonlarki, amallari ana o'sha majlisdan Alloh taologa ko'tarilmaydi, dedilar. O'qigan, bilgan narsalarni boshqalarga ko'z-ko'z qilish, u bilan faxrlanish islomning ko'rsatmasi emas, albatta. Ba'zi ulamolarning hayotiga nazar tashlasak, ular imkon boricha o'z nomlarini qoldirmaslikka harakat qilganlar. Hatto asarlarga ham nomlarini bitmaganlar. Imom Shofiy rahimahulloh aytadilarki, insonlar mendan ilm o'rganib, undan biror narsani menga nisbatini bermasalar edi, deganlari rivoyat qilinadi. Alloh taolo barchalarimizni o'qigan ilmlariga amal qiladigan bandalardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.